Yakkasaroyda 2 xonali novostroykaning narxi $100,000 dan ziyod bo'lib turganda, men sizlarga atiga $84,000 2 xona 49 kvadratdan iborat bo'lgan mebel texnikasi bilan chet el fuqarosi arendatori bilan $600 ga tayyor investitsiya topib qo'ydim. Adresimizni eslatib o'tib ketamiz. Bobur parki ro'parasi, eski Pedinus. Endi esa to'liq obzorni sizlar bilan ko'ramiz. Mana bu главный xotimiz kiruverish eshiklari ham качественный MDF qo'yilgan ekan. O'ng qo'limizda сразу совмещенный sanuzulimiz качественный narsalardan qo'yilgan, polichkalar hammasi va to'g'rida yotoqxonamiz joylashgan. 3x4 hamma sharoit, ko'rib turgan hamma narsalaring absolyutno qoladi. Konditsioner, shkof, divan, hamma narsamiz qoladi. Bu yoqda esa kuxonniy zonamiz. Kuxonniy zonamizda ham texnikalariga bir e'tibor berasizlar. Godwill, nemisskiy качество, hamma narsa качественный, придуманный va aqlli planirovka ekan. To'g'rida esa zalimiz. Zalimiz ham juda katta. Konditsioner, yumshoq mebellar, televizor, gladinniy doska, uttigniy doskasi va pardalarigacha ham yangi qilingan ekan. 4 qavatli novostroykamiz ikkinchi qavatida 49 kvadrat, narxi $84,000. Shoshilib qoling, bunaqa variant har doim ham chiqavermaydi, shuning uchun bosadigan joyga kelganmiz.